zino qilgan musulmon erkak va bir rivoyatda musulmon bir ayolni toshbiron qilinish voqeasi bor. O'zlari talab keladi. Bizni poklab qo'ying ya Rasululloh deb. Ya'ni do'zaxda azobga chidolmaymiz, bu dunyoda bizni poklab qo'ying. Oila qurgan kishining zino qilishdagi poklash uni toshbiron qilish bilan bo'ladi. Oila qurmagan kishining zinosiga darra uriladi, 80 darra. 80 darra ham o'ldirib qo'yadi. Ammo toshbiron qilinadi agar oila qurgan kishi zino qilinsa, shar'iy mahkamada ya'ni. Shunda haligi ikkovlariga ham jazo ijro qilingan. Tosh otayotganlarda, hatto qoni sachraganda sahobalardan birlari so'kkanda Payg'ambar alayhisalom uni so'kkan odamga tanbeh berganlar. Uning tavbasi butun insoniyatga bo'linsa yetadigan tavba qildi deganlar. Lekin ish bu bo'lgandan keyin jazo amalga oshirildi, haligilar vafot qildi. Dafn qilingandan keyin u zot bir gap aytganlar. Shuni qo'yib yuborganlaringda yaxshi bo'lmasmi deganlar. Bu gaplari Payg'ambar alayhisalomning rahmlaridan kelib chiqib aytilgan gap edi. Qarang, hatto jinoyatchiga ham baribir rahm bo'lganligini ko'rsatadi. To'g'ri, shar'iy hadda rahm qilmaslik shar'iy talabdir. Ammo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng rahmlik zot bo'lganlar. Hatto jinoyatchiga ham rahm qilib qo'yib yuborganlarni yaxshi bo'lmasmidi shuni deb qo'yganlar rivoyat qilinadi.